أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Yani Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bizga va'da qilgan har qanday narsa, nimani va'da qilgan bo'lsin, mushu koinotning zavol bo'lib, yo'q bo'lib ketishi Allah subhanahu va taologa nisbatan Allah va'da qilgan Allohning va'dasiga xilof bir ishning bu koinotda yuz berib qolishidan Allohga osonroq, yenikiroq tuyuldi bu koinotning yo'q bo'lib ketishi. Hiçbir zaman bu kainatta bir iş Allah'ın va'dasiga xilof zid holatda yuz berib qolmaydi. Qadrli qarindoshlar, buni bilib olishimiz kerak. Allah bizni nusrat berdi Allohga. Mu'minlarga nusrat berdi Allohga va'da qildi. Shaksiz bu nusrat shaksiz mu'minlarga berildi qadrli qarindoshlar. Allah bizni mudafiya qildi Allohni, qo'g'daydi Allohni, aziz qildi Allohni va'da qildi. Shaksiz shunday qildi Alloh subhanahu va taolo. Bizni qo'g'daydi Allohni, rizq berdi Allohni, xotirjam qildi Allohni. Xotirjamlikka erishtirdi Allohni. Bizni ziminda izbosar xalifa qildi Allohni va'da qildi. Bu muhaqqaq bo'ldi. O'zining dinini ziminda huquq ustiga chiqarish, o'zining dinini ziminda oliy qilishni va'da qildi. Mu'minlarni ziminda izbosar xalifasi qilishni va'da qildi. Bu chuqum bo'ldi buning va'dasi. Allohning va'dasi chuqum ishga oshadi. Allah biz bilan davomli biz bilan birga bo'lishni va'da qildi. Ya subhanalloh. Bularni anglagan vaqtimizda acaba deyishimiz mumkin, qalbimizga shunday kelishi mumkin. Qani shu Allohning va'dasi. Musulmonlarning ahvoliga qarab boqmamsiz? Biz shunda ojiz, har tarafda xorlanayotgan holatda ko'ryapmiz o'zimizni. Qani shu Allohning va'dasi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Qachon keldi bu Allohning va'dasi deb so'rab qolishingiz, qalbingizga tabiiy holatda bu savol kelishi mumkin. Qachon, qani u Allohning va'dasida? Shuni shaksiz mingimizning ichida uyib o'tishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolaning bu va'dalari biz Allah talab qilgan mu'minlardan bo'ladigan vaqtimizda andin bo'ladi. Allah bizdan nimani talab qilgan bo'lsa, shu shaklda bo'ladigan vaqtda. Chunki Alloh har qanday bandalarimga demadi. Har qanday insonlarga men unda qilman, insonlarga men bunda qilman demadi. Dediki, mu'minga qilaman dedi. Davomli Allohning va'dalari mu'minin, Allah talab qilgan mu'min bo'laylikki, şu hamon Allohning shu va'dasini ishga oshirganligini ko'ramiz qadrli qarindoshlar. Shunga hadisi qudusida ya abdi kunli kama urid akun laka kama turid dedi Alloh. Ey bandam, sen men uchun men nimani iroda qilsam, men qanday iroda qilgan bo'lsam, sen men uchun shunday bo'lib bergin, men sen uchun nimani iroda qilsam men shunday o'pirman dedi. Bilib boqaylik. Biz oldi bilan Robbimizga loyiq, Robbimizning roziligiga loyiq, Robbimiz bizdan rozi bo'lgan haqiqiy ayt. Mu'minlik holatimizga kelaydi, andin Allohning nusratini, andin Allohning yordamini ko'raylik. Muhaqqaq bo'ladi. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد